Diqqat aholiga tezkor shoshilinch xabar. O'zbekistonda 2 kundan buyon pastlayotgan narx-navo ertaga 17 aprel kuni yana ko'tarildi. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 17 aprel kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, Rossiya rublining kursi 0.99 so'mga pastlab 157.68 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 38.92 so'mga ko'tarilib 14.761 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 13.70 so'mga ko'tarilib 12.994 so'mni tashkil etdi, deyiladi xabarda.